Saroy mulla kim? Hozirgi kunda mana Saroy mulla kim bo'lib chiqdi? Suriyadagi ahvolni ko'ryapsizlar. Bu Ayyub Abu Dujona haqida hozir men ancha oldin gapirgandim. Ozodlik ham gapirib chiqyapti hozir. Boshqa jurnalistlar ham gapirib chiqyapti. O'zbeklarning taqdiri to'g'risida Suriyada o'ta katta tashvishli vaziyat. Abu Saloh ko'rinmay qoldi. Abul Valid sekin gapirib turib poylab o'tiribdi hozir. U ani islom Abu Dujonani o'rtog'i. Birga qamoqda. 2 oy bo'ldi shekilli deyapti, 3 oy bo'ldi taxminan. Na advokati bor deyapti. Xotini chiqib gapirdi. Na advokati bor deyapti. Na advokat yollashga yo'l qo'yishyapti, ko'rsatishmayapti, o'ta grubiy, qattiq muomala qilishyapti deyapti oilasi bilan. Urushda qatnashmagansan sen, 2 million dollarni qatga qo'ygansan deb uni najm qilishyapti ekan. Suriyada. Suriyada vaziyat shu. Arabcha biladiganlarga qo'yib beraymikin, nima deysizlar? Абу Дуджану приехать сюда в Сирию побудило видео, когда он увидел женщин, мусульманок, которые хотели свободы. Меня зовут Нурмухаммад Абдулькадр. Я приехала сюда 5 лет назад из России. Я вышла замуж за Абу Дуджана 5 лет назад. У нас 2 детей. И мы проживали в Идлибе с тех пор, как я приехала. منذ متى زوجك أبو دجانة جاء إلى سوريا؟ وهل هو كان يعني يشترك في أي معركة؟ Абу Дуджана, его зовут Аюб. Он находится 11,5 лет в Сирии, и все это время он работал, занимался муаскаром. Он обучает уже 9 лет, уже больше 9 лет он обучал людей муаскару. Он занимался военным делом, попутно обучая людей и ходя на амали. И все это время, все свое время, пока он находился в Сирии, он посвятил работе своей. Все это время нам поступает разная информация, что Аюб не занимался военными действиями, что он просто здесь сидел. Но это неправда. Все это время он посвятил своей работе, вплоть до Тахрира, вплоть до освобождения Сирии полностью. Абу Дуджану приехать сюда в Сирию побудило видео, когда он увидел женщин, мусульманок, которые хотели свободы. Он приехал сюда для этого, чтобы освободить женщин, чтобы никто не находился в притеснении, чтобы освободить их от зульма, Сейчас он находится в тюрьме фактически ни за что. На него нету ни дела, на него нету никаких обвинений. Нам не дают никакой информации, нам не дают видеться с ним. Единственный раз, когда мы смогли увидеться с ним, когда мы пошли на митинг, и после этого нам разрешили увидеть его на час. Вот час времени мы только его видели, и все. Когда мы увидели Аюба, он рассказал нам то, что нас шокировало. Во-первых, он рассказал, что его держат там без какого-либо дела. К нему не может попасть ни адвокат, к нему не может зайти никакие вещи, даже передачу элементарную передать ему не можем. Еле-еле кое-как мы смогли передать ему вещи. Мы ничего не можем сделать для него. Когда мы ходили, разговаривали с службами, с Амниятом, нам не дают никакой информации, с нами разговаривают очень грубо, отправляют нас в разные места, где мы не можем добиться никакого ответа. Сам Абу Дуджана, он не знает, за что он сидит в данный момент. Ma'ruf deyapti, arab saytlari qo'yyapti buni. Endi bu narsalar qachondan boshlandi? Ahmad Shar janoblari Rossiyaga kelib, Putin bilan ya'ni muzokara olib bordi. Undan ba'zi narsalarni so'radi. Ya'ni xabarlarga ko'ra ularning nima haqida kelishgani ochiq qilishmadi-yu, lekin Asadni so'radi. Undan tashqari yahudiylarga yaqinroq bo'lganlarga askar so'radi. Rossiyadan iltimos qilyapti, hamkor bo'laylik deyapti. Abul Valid saklagan edi bizga. Biz bu yerda zo'rmiz, ilohi kalimatulloh deydi. Nima bo'ldi? Ha? Bizni murjiya deb baqirayotganlar. Ha? Nima bo'ldi endi? Ishlatib nima ahvolga keltirishdi sizlarni? Men dedim shuni oldin aytdim. O bir podkastda ham so'rashganda aytgandim. Bu boshoriq bo'lar. Idlibda ko'p o'zbeklar bor. Hozir
ushlaganlar aytayotgan emishki, Abu Dujona Ayyub janglarda qatnashmagan deyapti ekan. Eshitdinglar. Qatnashmagan janglarda. Prosta ekranlarda yurgan xolos. Endi nimaga qamalganini, nima uchun qamalganini anaqa aytib chiqyapti, qarang. Arabchasini qo'yib beraman, agar vaqt bo'lsa, tarjima ham qilib beraman. Eshitdinglar. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير الشباب بيسألني ليش أبو دجانة بالسجن. مشان هذا موضوع بدي أشرح موضوع مشان أبو دجانة إيش صار قصة. عندي عربي ضعيف بس إن شاء الله بدي أشرح لكم. أولا أبو دجانة كان سجنه خمسة أيام بدمشق، نسيت يعني تقريبا سجنه إلى 5 أيام. عندما خرج من السجن أخذ عهد من أبو دجانة. أولا لا تنشر فيديو من منطقة عسكري ومنطقة مثلا معسكرات والرباط وبالمعركة، ولا تحكي لا ضد السياسة وكذا كذا. Aytyaptiki, sizlarga deyapti Abu Dujona Ayyubni qamalib qolish hikoyasini aytib beraman. Sababim dedi. Avvalo dedi, endi arabcha aytaman dedi. Avvalo dedi, Damashqda 5 kun qamashdi Abu Dujona Ayyubni. 5 kun qamashgandan keyin chiqarib olishayotganda aytgan ekanki, ular videolarni tarqatma, muaskar bo'ladimi, qurol yarog' bo'ladimi, jang sahnalarimi yoki har xil shunaqa narsalarni tarqatma deyapti-da, ziddi siyosat deb ketyapti. Siyosatga qarshi gaplarni tarqatma deyishgan. Abu Validning ahvolini qarang. Qani u Aslan, qani u Arslan, qani? Xudoy berdi. Xudoyorxon. Xudoyor. Buni ismi Xudoyor. Abu Valid qo'yib olgan o'zidan. Biz ustimizdan kulyatuvdi. Biz erkinmiz, xohlaganimizni gapiramiz deb. Selfie tushganiga qamashgan. Selfie qilib Instagramga selfie qo'yganiga qamalgan. Nimaga? Bahona qidirib yuribdi ular. O'zbek jangarilaridan qanday qutulish uchun bahona qidirib yurishibdi. Asosan Idlibda o'zbeklar. Damashqda 200 ga yaqin bor dedi. Uni ham qasini informatsiyasini aytamiz. Eshitdik. أبو دجانة يقول تمام، أنا ما عم بصور شيء من منطقة عسكري وكذا، بس كمان يسأل من مسؤول الإعلام، يا أخي إيه بالشارع كثير شباب بدي يصور معي سيلفي أو فيديوهات وكذا. إيه أنا ما أستطيع مثلا إذا بمشي بالشارع بيجي مثلا 100 واحد 50 واحد بدي يصور معي وكذا، وأنا لا أستطيع مثلا أقول لا أنا ما بحسن أو لا تصور معي، أنا لا أستطيع أتكلم هيك. وأخي يقول تمام هيك ما في مشكلة، إذا واحد يصور معك ويصور سيلفي معك هذا شيء عادي، بس لا تعمل هذول. أقول أبو دجانة تمام. 5 kun qamoqdan chiqqandan keyin bunga askariy regionlarda, boshqa joylarda suratlarni, rasmlarni, videolarni tarqatma deb qo'yishgan. Keyin Abu Dujona Ayyub aytganki, bo'pti degan, men qo'ymayman, tarqatmayman, lekin ko'chada yursam ko'pchilik meni taniydi, ko'radi, biladi. Ular kelib men bilan selfie tushaman desa, men endi la astati'u deyapti. Men imkoniyatim yo'q, qodir emasman, ya'ni rad qilishga ularga. Tushadi endi ular selfie tushsa nima qilaman ko'chada desa, tamam uni tushaversin sen bilan selfie, sen tarqatma deb buni bo'yniga qo'yishgan. بعدين بعد أسبوعين تقريبا الله أعلم كمان أمنيين بدي يشوفوا أبو دجانة بإدلب. هو ما راح إلى السجن، ليش؟ ما في أمن مشان إذا تروح إلى المكان الأمني هم يسجنك، يعني هم مثلا يقول تعال إلى زيارة وكذا، أنت تروح إلى السجن وسجنك مباشرة. كان بدمشق كمان سجنوه هيك، يا أبو دجانة بدي أشوفك أخي، تعال نشرب شاي عنا وكذا. أمنيين هيك سهلوا أبو دجانة إلى دمشق وسجنوه. يعني سبحان الله. Subhanalloh, astagfirullah deydi. Keyin Idlibga jo'natib yuborishgan. Idlibda ozgina yurgandan keyin buni o'sha amniyatning odamlari chaqirgan Damashqqa. Deyapti endi.
agar to'g'ri tushungan bo'lsam. Damashqqa chaqirgan, kel choy ichamiz, gaplashamiz undan. Damashqqa kelgan keyin taqqa ushlab qamab qo'yishgan. Subhanalloh, astag'firulloh deyapti. O'zlarining hukumatlariga qilgan ishlariga norozi Abu Valid. Nimani kutgandingiz? Abu Valid, yana nimani kutgandingiz? Sizga tillodan taxt qilib berishlarini kutganmidingiz? Endi bundan buyog'ida Suriyada xilofat o'rnatadi-yu, siz xilofatni O'rta Osiyo mas'uli bo'lmoqchimidingiz? Mana shu saviya bilan, mana shu savodsizlik bilan oxiri borib ishlatilgan bir narsaga aylanib qolishingizni nahot bilmagansiz, nahot tan olgingiz kelmayapti. Men sizlarni ya'ni hozirgi vaziyatda ustinglardan kulib gapirmayapman buni. Hali ham rahmim kelyapti sizlarga. Hali ham mana shu Abu Valid deb nom olgan Xudoyberdiga, uni atrofidagilarga hali ham rahmim kelyapti. Bular kirib olib meni haqorat qilib yotibdi-da, yo'q, qayoqqa borasizlar haqorat qilib? Kundan kun battar bu boraveradi, kundan kun bo'g'ilib boraverasizlar. Sizlarga u joyda yorug' kun bo'lmaydi bundan keyin. Bosh og'riq sizlar nimaga? Sizlardagi radikal qarashdan foydalanib Asadni ag'darib olishdi. Endi sizlarni boshinglardagi Juloni radikal kiyimni yechib tashab, kostyum shim kiydi. Galstuk taqib Birlashgan Millatlar Tashkilotida hamma bilan qo'l berib ko'rishdi. Makronni oyoq osti qilib yurgani deylar, oyoq osti odam, meni ham nazdimda. U bilan quchoqlashib, ko'rishib, gaplashib, to'qalashib yuribdi. Endi uni mana shu siyosiy harakatiga, Turkiya chizib bergan siyosiy harakat bu. Mana shu siyosiy harakatiga zarar berishi mumkin bo'lgan eng katta boshoriq sizlar, o'zbek ushaqdagi jangarilar. Nima qilasizlar endi bundan buyon? Bitta yo'li bor sizlarga, bitta yo'li. Kostyum shim kiyib turib, sizlar ham o'sha Jo'loniyni, hozirgi Ahmad Sharq janoblarini komandasiga kirasizlar, omon qolasizlar. Eski fikrlaringizdan voz kecholmasdan, hali ham o'sha fikrlarni u yoq bu yoqda pistillatib chiqarsanglar, kirasizlar ichkariga. Yo'q, to'satdan yo'q qilinasizlar, yo'q. Ba'zi janglarda o'zbeklarni otib tashaldi ham. Aytilmayapti u yoq bu yoqda. Bechadan qaranglar, bechadan ko'zga qaranglar, ko'zga. Qani eski haligi g'alaba nashidasi qani? المهم أبو جانا معرف مرة ثانية يقول يا تعال نجلس للوين عنده جامعة توحيد إدلب وعنده مطعم بغداد. إجا أمنيين، إجا أبو جانا، إيه شو طلب مني؟ شو في مشكلة شيء معي؟ أمنيين فرجت صورة، فرجت فيديو لأبو جانا، هذا أنت؟ يقول هذا أنا. إيه ليش أنت صورت فيديو هيك وليش حطيت أنشودة داعشي؟ هذا فيديو هذا فيديو كان مصور سوري، أخ سوري كان أبو دجانة بيسوق سيارة وجنبه إسلام وهو كان وراه يصور أبو دجانة وإسلام وحطوا أنشودة داعشي ونشروا بالإنستغرام. أبو دجانة بيقول إلى الأمنيين يا أخي إيه هذا أنا وهذا إسلام تمام، ولكن أنا ما صورت هذا الفيديو وأنا ما نشرت هذا الفيديو، ما لي علاقة واحد صورني معي، ما لي علاقة. وحتى هذا صار كان قبل ما سجن أبو دجانة وقبل كان يعني كان قديم فيديو، وما لي علاقة هذا الفيديو، لا عندك علاقة وأنت تتعامل هكذا وكذا. يقول أبو دجانة ما لي علاقة. Gap qarang. Abu Dujonani chaqirishgan, video ko'rsatishgan. Videoda Abu Dujona, Ayyub, yonida Islom, haligi rasmda ko'rsatganman, yonida sochi uzun Islom degan bola. Orqasidan bittasi bularni videoga olgan, bitta mashinada ketayotganda video olgan. Islomni olgan, buni olgan, o'zini olgan. O'sha videoga olgan bola Daeshga aloqador bola bo'lib chiqqan deyapti endi bu. Va buni Instagramga qo'ygan. Endi hozirgi kundagi Ahmad Sharqni amniyati, xavfsizlik xizmati Abu Dujonadan so'ragan, bu kim degan. Men, bu kim Islom, nimaga videoni qo'ydilaring desa, men qo'ymadim degan. Bu men, bu Islom to'g'ri. Lekin videoni olgan u, qo'ygan u degan. Yo, seni aloqang bor deyapti. Shuni aytib qo'yyapti unga. Yo, meni aloqam yo'q deyapti. Aloqang bor deb shuni aytib qo'yishyapti. Endi bu sharhlayapti.
Tasavvur qiling, sizni bir kishi videoga oldida qo'yib yubordi. Sizni aybdor qilib, sen qo'yding deb ayblasa, to'g'ri bo'ladimi deyapti. Abu Valid, qaysi to'g'rini qidiryapsizlar sizlar? U yerda hali ham to'g'ri bor. Biz o'ylab yurgan, biz hayol qilib yurgan to'g'ri bu yerda bor, adolat bu joyda bor. Deb yuribsizlarmi hali? Qanaqa qilib zulm ustiga qurilgan, odam qoni ustiga qurilgan, ya'ni radikal fikrlaringlardan foydalanib sizlarni yollanma askar qilib ishlatgan, tepanglarda turgan, ipinglarni ushlab turganlar qanaqa sizlarga adolat ko'rsatadi? Qayerdan o'ylayapsizlar? Qaysi fikrda sizlar adolat kutyapsizlar u yoqda? Allohning adolatiga iymon keltirganmizda, mana shu sizlarni boshingizlarda bo'layotgan ish Allohning adolati bo'ladi. Qancha odam qonini to'kdinglar, qancha odamning oilasini parokanda qildinglar sizlar? O'zbek oilalarini, yoshlarini nima qildinglar? Ha? Nima qildinglar? Yana nima tushuntirish beryapsizlar? Arabcha aytyapsiz, o'zbeklar bilmasin deyapsiz-da. Butun dunyo gapiradi endi sizlarni. Sizlarni yo'qotishlik uchun harakat qilinadi. Sizlar bitta taklif bo'lishi mumkin sizlarga, jamoat bo'lib yig'ib O'rta Osiyoga hujum qilamiz deb Amerikani qaysidir tashkiloti sizlarga yana pul tikishi mumkin. Bu xavf bor bizga nisbatan, bizning millatimizga nisbatan. Lekin sizlar g'alaba qilmaysizlar. Sizlar yo otilasizlar yoki odam otasizlar. Boshqa ishinglar yo'q, tijoratinglar yo'q, ishlab chiqarishinglar yo'q, salohiyatinglar yo'q, ilmiylar yo'q odamsizlar. Sizlar faqat birovning qo'lida qurol, torpeda bo'lasizlar. Boshqa hech narsaga yaramaysizlar. Meni ko'p nasihatim olmayapsizlar-da, oladiganlarga, o'sha Suriyada yurganlarga. Eng to'g'ri yo'l tavba qilib kelish. Qirg'izistonlik bo'lsangiz, Qirg'izistonga keling, tavba qilib keling. Men tavba qilaman deng. O'zbekistonga bo'lsa, O'zbekistonga keling, tavba qilaman deng. Keling, qo'lingiz qonga botgan bo'lsa, botmagan bo'lsa, qurol ko'tarmagan bo'lsangiz keling. Sud mahkamada sizni qamashadi. Qamalganingizdan keyin maksimum bo'lsa 5-10 yil bo'lishi mumkin. Uni ham 3dan 1ni o'tirasiz, bu yerda jazoni olgandan keyin chiqasiz. Bo'ldi, O'zbekistonda yashaysiz. Ahvol mana, borgan sari tupik bo'lardik. Boshqa yo'l yo'q. Qaysarlik qilmanglar. Yahudiy tabiat bo'lmanglar. Xato ekaninglarni %100 ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Abrorning gapi %100 to'g'ri chiqqanini bilib turibsizlar. Bu yoqqa kirib olib eshak deb yozishdan foyda yo'q. Yana ham gunohinglarni orttiryapsizlar. Hatto qiyomatdagi hisob-kitobga og'ir yuk ko'tarib ketyapsizlar. Men ogohlantirdim, davom etaman. Yangi avlodni boshini aylantirmoqchi bular. O'rta Osiyo hadafda. Chunki rivojlanish bo'lyapti bizda. Rivojlangan davlatlarni ba'zilar yoqtirmaydi. O'sha joyda urush, janjal chiqarib, o'zinikini o'ziga yo'naltirishga harakat qiladi. O'shanda bular qo'l keladi.